Assalomu alaykum, hurmatli to'proqqaliklar. Respublikamiz bo'ylab ob-havoning keskin sovib ketishi natijasida qish mavsumini betalofat o'tkazish va aholi o'rtasida yong'inlar, is gazdan zaharlanish hamda havo gaz aralashmasining chaqnashi bilan bog'liq baxtsiz hodisalarning oldini olish maqsadida respublikamiz bo'ylab 1-dekabrdan 30-dekabrga qadar yong'in xavfsizligi oyligi e'lon qilindi. Ushbu oylikning asosiy maqsadi aholining yong'in xavfsizligi bo'yicha xabardorlik darajasini oshirish, korxona va tashkilotlarda profilaktik choralarni kuchaytirish hamda favqulodda holatlarning oldini olishdan iborat. Yong'in qisqa vaqt ichida katta moddiy zarar keltirishi, inson hayoti uchun jiddiy xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan favqulodda hodisa. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, yong'inlarning asosiy sabablari noto'g'ri o'rnatilgan yoki nosoz elektr jihozlari, ochiq olovdan ehtiyotsizlik bilan foydalanish, gaz, yonilg'i tizimlarining texnik talablarga javob bermasligi va inson omiliga bog'liq xatoliklardir. Oylik davomida quyidagi vazifalarga alohida e'tibor qaratiladi. Elektr jihozlari va simlarning texnik ko'rikdan o'tkazilishi, gaz ballonlari va isitish moslamalaridan foydalanish qoidalarining eslatilishi, xodimlar va aholiga yong'in xavfsizligi bo'yicha qisqa o'quv mashg'ulotlari o'tkazish, yong'in o'chirish vositalarining tayyor holatga keltirilishi, favqulodda vaziyatlar sodir bo'lganda harakat qilish bo'yicha amaliy mashg'ulotlar tashkil etish. Shuningdek, quyidagi muhim qoidalarga rioya qilish lozim. Elektr jihozlarini nazoratsiz qoldirmaslik, gaz va elektr tarmog'idagi nosozliklarni mutaxassisga xabar qilish, uy va ish joylarida o't o'chirgichlarning amal qilish muddatlarini tekshirish, bolalarga olov bilan hazillashmaslik va xavfsizlik qoidalarini o'rgatish. Yong'inning oldini olish har birimizning burchimizdir. Xavfsizlik qoidalariga amal qilish orqali ko'plab noxush holatlarning oldini olishimiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.